Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli talab ilmlar, yana Alloh taoloning izni bilan bugun sarfdan sulosiy mujarrad ikkinchi bob fe'lini fe'l muzoriysigacha o'tgan dars ko'rgan edik. Bugundan boshlab davomini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. O'tgan safar qo'shimchasiga lozim fe'llarni majhul qilsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Agar qilsa bo'lsa qanday qilib qilish kerakligini ham sizlar bilan gaplashib o'tgan edik. Bundan buyog'iga bir dona doroba fe'lini o'zini ko'rib ketaveramiz. Shunga mos majhul fe'l kelib qoladigan bo'lsa, majhulini xuddi mana o'tgan darsimizda tushuntirganimiz uslubida qilasizlar. Bismillah. Bugungi birinchi o'tadigan mavzuyimiz ismi foil. Ismi foilda ham asosiy harflari, asli harflar bo'lganligi, asosiy harflari ya'ni illatli harflar qatnashmaganligi uchun biz katabadan hech qanday o'zgarish kirita olmaymiz dorobaga. Katibunmidi katabaniki, boribun bo'ladi dorobaniki. Boribun ma'nosi uruvchi bir erkak bo'ladi. Uruvchi u bir erkak desak xato, uruvchi bir erkak. Tushunsak doribun, doribani, doribuna, doribatun, doribatani, doribatun. Ism maf'uli ham xuddi shunaqa. Maktubun, maktubani, maktubuna, maktubatun, maktubatani, maktubatun bo'ladi. Ya'ni doribun uruvchi bir erkak, doribatun uruvchi bir ayol, doribatun uruvchi ko'p ayollar, madrubun urilgan bir erkak, madrubuna urilgan ko'pgina erkaklar, madrubatun urilgan ko'p ayollar mazmunida bo'ladi. Ya'ni asli harflarda illat harf bo'lmaganligi uchun birinchi bob bilan ikkinchi bobning o'rtasida katta tafovut bo'lmaganligi uchun juda ko'p holatlarda biz birinchi bob bilan bir xil holatda olib ketamiz. Endi fe'l jahdga keladigan bo'lsak, fe'l jahdni ikkita uslubda olishni o'rganganmiz. Bittasi ma'ga, ya'ni moziy fe'liga ma'ni qo'shib qo'yamiz bo'ldi. Ya'ni ma doroba deb qo'yamiz. Ma doroba, ma doroba, ma dorobu, ma dorobat, ma dorobata, ma dorobna, ma dorobta, ma dorobtuma, ma dorobtum, ma dorobti, ma dorobtuma, ma dorobtunna, ma dorobtu, ma dorobna. Xuddi shu shaklda majhulini ham ma duriba, ma duriba, ma duribu, ma duribat, ma duribata, ma duribna, ma duribta, ma duribtuma, ma duribtum, ma duribti, ma duribtuma, ma duribtunna, ma duribtu, ma duribna shaklida ketaveradi. Ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha ish harakatni o'tgan zamonda qilmadi. Ya'ni ma duribtu men urmadim, ma duribna biz urmadik, ma duribta sen urmading. Endi lam bilan birga keladigan ikkinchi qismga to'xtaladigan bo'lsak, lam yadrib bo'ladi. Lam yadrib bo'ladi, sukun bo'ladi. Xuddiki lam yaktub bo'lgandakka faqatgina ayn barobarini o'zidagina o'zgarish bo'ladi. Lam yadrib, lam yadriba, lam yadribu, lam tadrib, lam tadriba, lam yadribna, lam tadrib, lam tadriba, lam tadribu, lam tadribi, lam tadriba, lam tadribna, lam adrib, lam nadrib. Xuddi shu shaklda bo'ladi. Majhuli ham lam yudrab, lam yudraba, lam yudrabu, xuddi katabani tushlayotgandek. Lam tudrab, lam tudraba, lam yudrabna, lam tudrab, lam tudraba, lam tudrabu, lam tudrabi, lam tudraba, lam tudrabna, lam udrob, lam nudrob. Mana shu shaklda davom etib ketaveramiz. Lamma bilan ham ayni shu shaklda bo'ladi. Ya'ni lamma yadrib, lamma yudrob xuddi shu shaklda. Ya'ni lamma yadrib, lamma yadriba, lamma yadribu yoki lamma tudrob, lamma tudroba, lamma tudrobu, lamma tudrobi, lamma tudraba, lamma tudrobna, lamma udrob, lamma nudrob. Majhulini aytadigan bo'lsak, majhuli ham ma'lumi ham xuddi shu shaklda, ya'ni sahih asli harflari hammasi illatli bo'lmaganiga sal tezroq ketyapmiz. Illatlilarda qoidalarda biroz farqlar bor. Ularga batafsilroq to'xtalamiz. Ya'ni lam ham, ya'ni fe'l jahd ham, fe'l nafiy moziy ma'at ta'kid ham kataba bilan bir xil bo'ladi. Ayn barobarini ma'lumida, ya'ni ma'lumini ayn barobarida e'tiborli bo'lsak bo'ldi. Endi fe'l nafiy hozir va fe'l nafiy mustaqbal ham xuddi shu shaklda davom etishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ma yaktubu deganmidik, fe'l nafiy hozirni katabada, bunda ma yadribu deymiz. Ma yadribu, ma yadribani, ma yadribuna, ma tadribu, ma tadribani, ma yadribna. Lani ko'radigan bo'lsak, la tadribu, la tadribani, la tadribuna, la tadribina, la tadribani, la tadribna, la adribu, la nadribu. Ya'ni kataba bilan bir xil. Endi lan, ya'ni fe'l nafiy mustaqbal ma'a ta'kidni ko'radigan bo'lsak,
unda ham ayni shu shaklda bo'ladi. Ayn barobarga e'tibor qarasak bo'ldi. Lan yadriba lan yadriba lan yadribu lan tadriba lan tadriba lan yadribna lan tadriba lan tadriba lan tadribu lan tadribi lan tadriba lan tadribna lan adrib lan adriba lan nadriba. Mana shu shaklda davom etib ketaveradi. Ma'nolariga to'xtaladigan bo'lsak, fe'l nafi mozi ma'at ta'kidni ma'nosida hanuz urmadi. Fe'l nafi hozir urmayapti. Fe'l nafi mustaqbal urmaydi. Fe'l nafi mustaqbal ma'at ta'kid hech qachon urmaydi yoki hargiz urmaydi ma'nolarini ifoda etadi. Endi amr shakliga kelamiz. Amr ikki xil bo'ladi, xabaringiz bor. Amr hozir, amr g'oyib. Amr hozirni biz nimadan olardik? Muxotobdan olar edik. Muxotobni yozamiz. Tadribu. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish muzorining o'ziga xos bo'lgan qismini nima qilib yuborishimiz kerak? Tashlab yuborishimiz kerak bo'ladi. Mana tashlab yubordik. Endi arab tilida so'zlar sukun bilan boshlanishi mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Demak, buni shunday qoldirmaymizda, boshiga buni o'qish uchun vaslali hamza olib kelamiz. Ya'ni vasli hamza olib kelamiz. Vasli hamza o'zidan avvalgi bilan o'zidan keyingini bir-biriga bog'lab beradigan eng asosiy bog'lovchi hisoblanadi. Bu vasli hamza haqida kataba fe'lini fe'li amrida alohida batafsil to'xtalib o'tganmiz. Ko'rmaganlar bo'lsa, qaytib o'sha videoni ko'rib olishi bemalol mumkin. O'sha fe'l amr hozir mavzusida bor bu narsa. Endi vasli hamzani olib keldik. Vasli hamzani olib kelganimizdan keyin katabaniki mana bu shaklda edi. Uktub. Ya'ni vasli hamzani aynan hozir dorobaga qo'yganimizdagi katabaga ham qo'ydik, lekin buni nima deb o'qidik? Mana yozsak. Uktub deb o'qidik. Uktub. Vasli hamzani u o'qidik. Bu yerda ham xuddi shu shaklda turibdi. Bu yerda ham u o'qiymizmi desak yo'q. Bu yerda u o'qimaymiz. Vasli hamzani qoidasida u vasli hamzani o'qishimiz uchun o'zidan ikkita keyingi, buni emas, bundan keyingini harakatiga qarardik. Agar u zammali bo'lsa, zammali o'qirdik. Agar yoki kasralik yoki fathali bo'lsa, kasralik o'qirdik. Demak, buni idribu deb o'qiymiz. Hali oxiriga yetib bormadik. Idribu deb o'qiymiz. Idribu. Endi fe'llar, amr fe'llaridan ham xossatan amr hozir fe'llari mabni hisoblanadi. Nimaga desa, muzori fe'li nima bilan jazm qilinsa, amr hozir o'shanga mabni bo'ladi. Buni ham o'sha katabani o'tganimizda batafsil tushuntirganmiz. Shuning uchun bu ya'ni asli tadribu bo'lgan fe'limiz muzoriyda nima bilan jazm bo'lardi? Sukun bilan. Demak, buni ham nimaga mabni qilamiz? Sukunga mabni qilamiz. Shundan natija idrib bo'ladi. Idrib. Qolganlari xuddi o'sha katabada maydalab o'rganganimizdek oxirlari bir xil ravishda ketaveradi. Idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Xuddi uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna deganimizdek idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Endi amr g'oyibiga keladigan bo'lsak, amr g'oyibi muzori fe'liga li jor harfi deymana, li jazm qiluvchi amr harfini qo'shsak kifoya. Ya'ni liyadrib oxirini jazm qiladi. Xuddi liyaktub deganimizdek liyadrib, liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadribna. Litadrib, litadriba, litadribu, litadribi, litadriba. Astagfirullah. Fe'li amr g'oyib faqatgina g'oyib hamda mutakallimdan olinadi. Liyadrib, liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadribna, liadrib, linadrib. Hozir ozgina chalkashlik bo'lib qoldi. Shu shaklda davom etadi. Endi majhuliga keladigan bo'lsak, majhulida amr hozir ham xuddi amr g'oyibdagi majhul bo'ladi. Ya'ni boshiga unga ham li amr qiluvchi, ya'ni jazm qiluvchi amr harfi kiradi va muzori holatida bo'ladi. Litadrib, litudrob, litudroba, litudrobu, litudrobi, litudroba,
tudrabna, liyudrab, liyudraba, liyudrabu, litudrab, litudraba, liyudrabna, liudrab, linudrab bo'lib, amr hozir ham, amr g'oyib ham bir xil holatda amr shakliga keltiriladi. Ya'ni majhul shaklga keltiriladi. Endi fe'l nahiyni ko'radigan bo'lsak, fe'l nahiy ham kataba bilan bir xil. La taktub edi, bu la tadrib bo'ladi. La taktuba, la tadriba, la taktubu, la tadribu, la taktubi, la tadribi, la taktuba, la tadriba, la taktubna, la tadribna. Mana shu shaklda qolganlarni ham bemalol bir xil ravishda olib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Faqatgina ma'nolarda hamda ayn barobaridagi harakatlarda farq qiladi. Endi mana shu joydan boshlab biroz o'zgarishlar boshlanadi. Biroz o'zgarishlar qanday? Biz birinchi bobda muzorisini zammaliligini ko'rgan edik. Mana yaktubu. Ikkinchi bobda yadribu bo'lib ayn barobarini kasraliligini ko'rdik. Sizlar bilan, endi ismi zamon va makonga kelganimizda, ismi zamon va makon agar muzorisini ayn barobari zammali bo'lsa boshqacha, agar muzorisini ayn barobari kasrali bo'lsa boshqacha olinadi. Qanday olinadi? Agar muzorisini ayn barobari zammali yoki fathali bo'lsa maf'alunda olinadi. Ya'ni natija maktabun bo'ladi. Maktabun. Endi agar ayn muzorisini ayn barobari kasrali bo'ladigan bo'lsa maf'ilunda olinadi, ya'ni madribun bo'ladi. Madribun. Madribun nima bo'ladi? Shunda ismi zamoni va makoni bo'ladi. Ikkilikka oladigan bo'lsak madribani, ko'plikka oladigan bo'lsak, ko'plikni ikkitasida ham bir xil madoribu, ya'ni mafailu vaznida bo'ladi. Endi ismi olatini ko'radigan bo'lsak, ismi olat bu muzorini yoki mozini qaysidir harfini harakatiga yoki qaysidir harfni qatnashgan yoki qatnashmaganligiga qarab o'tirmaydi. 3 ta vazni bor, 3tasi ham qiyosiy, xohlaganimizda olishimiz mumkin. Har bitta fe'lni o'zini mashhurroq keladigan kitoblarda uchraydigan varianti bo'ladi, lekin xohlaganida olsak xato qilgan bo'lmaymiz. U 3 ta vazn pravoy dorobaga hisob ketadigan bo'lsak, bittasi midrobun, ikkinchisi midrobun, uchinchisi midrobatun. Midrobatun, midrobun, midrobun, midrobatun. Bularni ikkilik hamda jamlari birinchi kataba fe'lida ko'rganimizdagi bir xil bo'ladi. Ikkiliklari ani qo'shiladi shu holatiga. Midrobani, midrobani, midrobatani bo'ladi. Ko'pliklari midrobun bo'lib alif qo'shilgan variantida mafailu vaznida olinadi. Madoribu qolgan ikkitasida bo'lsa mafailu, xuddi ismi zamon va makonga o'xshatib mafailu vaznida olinadi. Madoribu, madoribu bir xil shaklda bo'ladi. Endi ismi zamon va ismi tafdilini ko'radigan bo'lsak, ismi tafdili afalu vaznida olinadi, muzakkar, muannas fu'la vaznida olinadi. Bunda ham illatli harf bo'lmaganiga kataba bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni aktabu, aktabani, aktabuna, kutba, kutbayani, kutbayatun edi. Adrobu, adrobani, adrobuna, durba, durbayani, durbayatun bo'ladi. Ya'ni qolipga 100% bir xil tushadi. Katabani yaxshi o'rgangan odamga doroba umuman muammo bo'lmaydi. Mana shunaqa ba'zi bir kichik o'zgarishlardan tashqari. Endi fe'l ta'ajjubga keladigan bo'lsak, fe'l ta'ajjub ham aynan kataba bilan bir xil bo'ladi. Buni maydalab sizlarni vaqtinglarni ko'p olgim kelmayapti. Bir xil bo'lganligi uchun tez o'tib ketaveryapman. Bugun birinchi bob, ikkinchi bobni sahihini tugatamiz. Keyingi darsda mudoaf boshqalarini, alohida farqlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bir xil bo'lgan joylarini shunga o'xshash tezroq ravishda o'tib ketaveramiz inshaalloh. Xo'p, endi fe'l ta'ajjub ko'radigan bo'lsak, ma aktabahu aktib bihi midi? Endi bu ham ma adrobahu adrib bihi bo'ladi. Ma aktabahu, ma aktabahuma, ma aktabahum, ma aktabaha, ma aktabahuma, ma aktabahunna. Ma aktabaka, ma aktabakuma, ma aktabakum, ma aktabaki, ma aktabakuma, ma aktabakunna. Ma aktabani, ma aktaba na. Endi ma adrabahu, ma adrabahuma, ma adrabahum, ma adrabaha, ma adrabahuma, ma adrabahunna.
ma adrabaka, ma adrabakuma, ma adrabakum, ma adrabaki, ma adrabakuma, ma adrabakunna, ma adrabani, ma adrabana. Mana shu shaklda. Aktib bihi, adrib bihi ham xuddi shunaqa tuslanadi. Adrib bihi, adrib bihima, adrib bihim bo'lib shu shaklda tuslanadi. Shu bilan ikkinchi bobimizni birinchi fe'li sahihini sizlar bilan birgalikda qisqacha qilib ko'rib chiqqan bo'ldik. Sababi birinchi bobni sahihi bilan bir xil bo'lganligi uchun, faqatgina ba'zi kichik o'zgarishlar bor bo'lganligi uchun birgalikda ko'rib chiqdik. Inshaalloh keyingi darsimizda muboaf fe'lini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.